Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Navbatdagi laboratoriya ishimiz quyma olish texnologiyasini o'rganish bo'lib, bunda ikki aploka yordamida quyma olish texnologik jarayoni bilan tanishamiz. Ma'lumki, paxta sanoat mashinalarida keng qo'llaniladigan detallardan biri bu patching korpusidir. Ushbu detalni olish jarayonini ko'rsatib beramiz. Demak, bu yerda ikki aploka yordamida olishda avval birinchi aplokaga modelning bir qismi o'rnatiladi va qoliplovchi yer bilan shibbalanadi. Bunda model joyidan qo'zg'ab ketish kerak emas va shibbalovchi uskuna bilan yetarli darajada kuch bilan shibbalash kerak bo'ladi. Ortiq ham, kam ham bo'lish kerak emas. Demak, shibbalash jarayoni birinchi apokadagi jarayon tugadi. Uni oz qismini aylantirib, demak, ikkinchi apokani maxsus shtiftlari bilan o'rnatiladi va modelning ikkinchi qismi o'rnatiladi. Modelning ikkinchi qismi o'rnatilgandan so'ng xuddi birinchi qismiga o'xshab shibbalanadi. Dastlab quyish tizimlari o'rnatiladi. Quyish tizimlari suyuq metalni quyib jarayoni hamda u metal to'lgandan keyin chiqib ketish uchun ikkita quyish tizimi o'rnatiladi. Qoliplovchi yer to'ldirilgandan so'ng yaxshilab shibbalanadi va quyish tizimlari olib tashlanadi. O'rni g'ovak holatda bo'ladi va ikkala modelni ham apoka ichidan olib tashlash jarayoni bajariladi. Bu yerda juda ehtiyotkorlik bilan bajarilishi kerak, sababi model chetlari buzilishi kerak emas. Birinchi model birinchi apokadan olinyapti. Demak, xuddi shu jarayon ikkinchi apokada ham bajariladi. Ko'rib turganingizdek, juda ehtiyotkorlik bilan ishlash kerak bo'ladi. Chunki har bitta qo'pollik quyish jarayonida metal sarfini oshishiga sabab bo'ladi. Bu esa iqtisodiy jihatdan tannarxni ko'payishiga olib keladi. Chunki ishlov berish jarayonlari metal sarfi nisbatan ko'proq bo'ladi. Bu yerda ko'ringanidek ikkala apokada bo'shliq hosil bo'ldi. Ushbu bo'shliqda, demak, patching korpusini o'rtadagi teshikini sterjini qo'yildi. Demak, sterjin qo'yilgandan keyin quyish jarayoni ketadi. Quyish jarayoni avvaldan suyuqlangan metalni apokaga quyamiz. Bu yerda bo'shliqni to'ldirib, metal ikkinchi tizimdan quyish tizimidan chiqquncha ozgina vaqt ketadi. Mana ko'ringanidek metal qaynashni boshladi. Qoliplovchi yerning shunday xususiyati borki, metalni tezroq sovutish uchun maxsus qoliplovchi yerda qumlar tanlangan bo'ladi va tezroq sovish uchun gazlar tezroq chiqib ketishi, o'sha issiqlik energiyasini tezroq chiqib ketish uchun maxsus qoliplovchi yerning xususiyatiga ega tayyorlanadi. Demak, tayyor bo'lgan detalni qoliplovchi yerdan ajratib olamiz va ko'rganingizdek uni tozalab, qo'shimcha quyish tizimlari va qo'shimcha qismlardan tozalab olamiz va keyingi texnologik jarayon mexanik ishlov berish jarayonlari bajariladi. Demak, mexanik ishlov berish jarayonida detalga ishlov beriladi, rezbalar ochiladi, kerak teshiklarga ishlov beriladi va hokazo ishlar mexanik ishlov berish jarayonida bajariladi. Demak, detal quyish tizimlari bilan
quyidagi ko'rinishda dastlab tayyorlanadi va uni kerak bo'lmagan